Okroshka idealniy chiqishi uchun ikkita muhim sekretni aytib o'taman. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Birinchi navbatda shunaqa qaynagan kartoshka, tuxum, go'shtlarimizni to'g'rab olamiz. Iloji boricha har doim go'shtdan qilinglar, juda ham mazali chiqadi. Menga kolbasaligi yoqmaydi. Hammasini to'g'rab olamiz. Faqatgina tuxumni, sarig'ini to'g'ramaymiz. Hozir nimaligini aytmasligi. Sarig'ini olib qo'yamiz, oqini to'g'rab, idishga solib, hammasini aralashtirib olamiz. Endi o'sha tuxumni, sarig'iga go'shtimiz qaynagan suvdan solib, yaxshilab tuxum sarig'ini ezib olamiz shu ko'rinishda. Xohlasanglar qattiq, xohlasanglar kefir ishlatsanglar bo'ladi. Men har doim pirmilk mahsulotdan ishlatganim uchun kefirdan soldim. 1 litr kefir solib yaxshilab aralashtiramiz. Birinchi qoidasi, har doim go'shtni qaynagan suvini solinglar. Bizgaz o'rniga juda ham zo'r bo'ladi. Boyagi tuxumli massamizni solib aralashtiramiz. Ikkinchi muhim qoidasi, har doim 2 osh qoshiq qaymoq sovaringlar. Shunaqa zo'r, ideal okroshka chiqadi. Bir marta bo'lsa ham shu usuldan tayyorlab ko'ringlar, zo'r chiqadi. Siz qanaqa usuldan tayyorlaysiz? Обязательно kommentariyada yozib qoldiring. Mana shunaqa usulda go'shtdan tayyorlab qaymoq solib qilsangiz zo'r chiqadi. Bu videoni saqlanib qilib, do'koningizga yuborib qo'ying.